taqsir degan so'zni ishlatilishi haqida. Bitta savol sizlarga. Taqsir nima ma'noda ishlatiladi o'zbek tilida? Xo'p, taqsir degan so'zning ma'nosini kim biladi? Arabcha so'z bu. O'zbek tilida ham bor, shundan chiqqan boshqa so'z bor. Qusur degan so'z bor. Qusur nima degani? Qusur kamchilik degani. Xo'p, endi qaranglar. Taqsir degan so'z kamchilik degani. Qusur degani, nuqson degani, lekin nima uchun janob, hazrat, masalan bir diniy arboblarga ishlatiladigan bo'lib ketdi? Bu qayerdan kelib qoldi? Nima uchun insonlarga taqsir deb aytiladi? Demak, diqqat. Bu so'z ilgari insonga nisbatan, ya'ni masalan janobim, hazratim kabi ma'nolarda ishlatilmagan. Bu so'z aslida ilgarigi paytda ikkita inson gaplashib turganda bir-biriga nisbatan taqsirim bo'lsin degan shaklda ishlatilgan. Uni ma'nosi nima desa, ikkita odam bir-birini gaplashyapti, mana biz suhbat qilib turibmiz, agar bizni gapimizda bir xato, kamchilik bo'lsa, meni kamchiligim bo'lsin. Meni nuqsonim bo'lsin. Meni taqsirim bo'lsin. Siz emas. Siz to'g'ri gapiryapsiz, men noto'g'ri gapirayotgan bo'lishim mumkin. O'sha ma'noda taqsirim bo'lsin deyilgan. Oradan ancha vaqt o'tgandan keyin o'sha taqsirim bo'lsin degan iboralarni eshitib katta bo'lganlar, ha mana bu insonlar taqsirim bo'lsin deyishgan, keyin bo'lsin degan so'z tushib qolib, taqsirim degan so'zni o'zi qolgan. Keyin taqsirim. Undan keyingi avlodlar, mana bu kattalar bir-biriga taqsirim deb gaplashardi. Taqsirim degani bu janobim bo'lsa kerak, hazratim bo'lsa kerak deb aytib, keyin shu bilan bir-birlariga taqsir deb aytgan bo'lib ketishgan. Demak, bir-biriga nisbatan diniy arbobmidi yoki olimmidi, shayxmidi, boshqamidi unga taqsir deb aytish o'zi asli noto'g'ri narsa ekan. Taqsirim deyish ham o'zi noto'g'ri ekan. Aslida nima ekan bu? Taqsirim bo'lsin. U nima ma'noda ishlatilgan ekan? Agar bizning suhbatimizda xato, kamchilik bo'lsa, bu meni kamchiligim bo'lsin, sizlarniki emas. Ana shu ma'no bo'lgan.